Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Siz bilan Huriya Anvar, Samarqand akademiyasining asoschisi va albatta life coach. Endi esa sizga aynan bugungi kun, ya'ni Samarqand bu aynan samolardan berilgan kodlarni, energetikasini, shaklan ko'rinishini, hayotiy, ya'ni yer olamida shaklan ko'rinishini kodlarda eng kuchli, vibratsiyasi kuchli tizimda sizga beraman. Qarangki, bugun aynan 20-mart 2025-yil oylarning sultoni bo'lmish Ramazon oyida bizda qanday energetika hukmron surmoqda bugun. Bilingki, bugun baraka kuni va sizdagi aynan hayotingizdagi baraka energetikasini kuchaytirib beradi. Buni biz izobiliya ham deyishimiz mumkin. Endi qarang, agarda siz bugungi energetikangizda barakani, izobiliyani aktivlashtirishni istasangiz, siz shunday duolar qilishingiz kerak. Rizq va baraka uchun: ya Vahhab, ya Razzoq, ya Fattoh Allohning ismlarini 99 marotaba aytasiz. Endi esa yangi energiya va kuch uchun esa Robbi zidni ilman va rizqan halalan 33 marta aytasiz. Agarda siz arab tilida chiroyli o'qiy olsangiz, men endi o'rganyapman, siz albatta mendanda talaffuzini chiroyli qilib qiroat bilan aytsangiz, bu nihoyatda olam ustiga olam nur bo'lar ekan. Endi qarangki, hamma eshiklarni ochish uchun Allohumma menga keng va barakali yo'llarni och deb 11 marotaba aytasiz. Endi sizga aynan bugungi kun uchun niyat beraman. Agarda siz bundanda keng ma'lumotlarni, aynan siz tug'ilgan kuningizga sizda qanday energetika ong sistemangizga kirib keladi va siz uni qanday taqdim etasiz, bu haqida ko'proq bilishni istasangiz va meni doimiy ravishda kuzatib borishni istasangiz, podpiska tugmasini bosing, kontentimni topib olasiz, har doim men qo'ygan reelslarni ko'rasiz. Like tugmasini bossangiz energiya obmen bo'ladi. Olam ustiga olam nur bu ham. Va albatta siz qaysi sanada tug'ilgansiz, qaysi oyda, qaysi yilda yozib qoldirsangiz, siz uchun ham ma'lumot beraman. Endi esa bugun aynan 20-mart uchun qanday niyatlar qo'yishingiz kerak ekan? Men moliyaviy va ruhiy barakaga ochiqman. Bu birinchi niyatingiz bo'ladi. Ikkinchi niyatingiz, mening hayotimdagi yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, men tanam, ruhim, ongim yangilanish, his qilishda turibdi.